Salom do'stlar, bugungi videoda DC olamining eng kuchli, qudratli personajlaridan bo'lgan Dr. Manhattan va Anti-Monitor o'rtasida katta battle qilamiz va ularni aql, jangovar mahorat, jismoniy kuch, chidamlilik, tezlik, qobiliyat kabi toifalarda solishtiramiz va video oxirida g'olibni aniqlaymiz. Qani ko'raylikchi, bu multi olam darajasidagi personajlardan qaysi birlari kuchliroq chiqadi? Shunday ekan, bugungi videomiz ajoyib bo'ladi. Siz esa videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz esa boshladik. Dastlab ular haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam. Haqiqiy ismi Jon Osterman bo'lgan Dr. Manhattan personaji dastlab 1986-yilda Alan Moore va David Gibbons tomonidan yaratiladi. Avval ilm-fan olimi bo'lgan Jon Osterman yadroviy tajriba vaqtida tanasi parchalanib, kvant kuchlari orqali o'zini qayta tiklaydi va ilohiy darajadagi mavjudotga aylanadi. Dr. Manhattan amerikaliklar bilan Vyetnam jangida ishtirok etadi va keyinchalik odamlarga aralashmaslikka qaror qiladi va g'oyib bo'ladi. Anti-Monitor ya'ni Mobius esa ilk paydo bo'lishi 1985-yilda Cheksiz inqiroz yerlar komiksida bo'ladi. U Monitor ismli mavjudotning qarama-qarshi qismi, ya'ni antimateriya olamidan chiqadi. Uning asl niyati olamlarni yo'q qilish va tartibni saqlash bo'ladi. Anti-Monitor serialda Spectre bilan jang qiladi va mag'lub bo'ladi. Lekin shuni unutmangki, serialda Anti-Monitorning barcha kuchlari ochib berilmaydi. Mana personajlarimiz haqida qisqacha bo'lsa ham bilib oldik. Endi ularni toifalar bo'yicha solishtirishimizni boshlaymiz. Dastlabki toifamiz aql bo'ladi. Jon Osterman sobiq fizik olim, kvant hodisalari va modda tuzilmasini to'liq tushunadi. Faqat hozirgi vaqtni emas, balki birdan his qilish qobiliyati bor. Ya'ni u o'tmish, hozir va kelajakni bir vaqtning o'zida ko'ra oladi. Bundan tashqari u atom darajasidagi strukturalarni boshqara oladi. Bu unga koinot mexanizmini tahlil qilish imkonini beradi. Ilm-fan falsafada ham inson idrokidan yuksak darajada bo'lib, har qanday odamlardan Dr. Manhattan ancha aqli, kuchli hisoblanadi. Anti-Monitorga kelsak, kosmik mavjudot sifatida sezgi va bilimga ega, lekin aqlini ko'proq vayron qilishga yo'naltirgan. Uning aqli strategik, lekin inson ilm-fan yoki murakkab tafakkurdan yiroqroq. Ko'p hollarda u kuch bilan harakat qiladi va aqlini kamroq ishlatadi. Demak, aql borasida Dr. Manhattan g'olib bo'ladi. Navbatdagi toifamiz esa jangovar mahorat. Dr. Manhattan juda kuchli, lekin ko'p hollarda jangga kirishni istamaydi. Falsafiy yondashuvi uni tezkor janglarda samarasiz qoldiradi. Ba'zida passiv harakat qiladi yoki insonlar taqdiriga aralashishni rad etadi. Manhattan ko'proq qobiliyati orqali hamma narsani hal qilib, shunchaki raqiblarni parchalab tashlaydi. Anti-Monitor esa multiversini yo'q qilish bo'yicha strategik harakat qilgan. Cheksiz inqiroz yerlar vaqtida barcha qahramonlarga qarshi yakkaxon o'zi kurashgan. Olamlar aro urushlarni samarali rejalashtirgan va olib borgan. Ya'ni jang strategiya bo'yicha ancha tajribali bo'lgan. Demak, bu borada Anti-Monitor Dr. Manhattanga qaraganda yaxshiroq jang mahoratiga ega va u g'olib bo'ladi. Navbatdagi toifamiz esa jismoniy kuch bo'ladi. Dr. Manhattan kuchining manbai atomik va energiya asosidagi bo'lib, o'zining kuchini moddani parchalash yoki energiyaga aylantirishda ishlatadi. Jon Osterman ko'proq jismonan kuch ishlatishdan ko'ra modda ustidan nazorat bilan hal qiladi. Anti-Monitor esa olamlarni bir necha soniyada yutib yuboradigan kuchga ega. Mobius, Spectre kabi kosmik darajadagi mavjudotlar bilan jang qilgan. Uning jismoniy kuchi ancha katta va bu borada Dr. Manhattandan ustunroq bo'lishi mumkin. Demak, bu borada Anti-Monitor g'olib bo'ladi. Navbatdagi toifamiz esa chidamlilik bo'ladi. Dr. Manhattan tanasining yo'q qilinishi unga zarar yetkazmaydi. U o'zini atomlardan qayta tiklay oladi. Hatto portlatib yuborilgandan so'ng ham o'zining mavjudligini saqlab qoladi. O'lim unga ishlamaydi. Deyarli o'chmas mavjudot bo'lib, uni yo'q qilish uchun juda katta sehr yoki texnika kerak bo'ladi. Anti-Monitor juda kuchli himoyaga ega bo'lsa-da, videolaringiz uchun sifatli prevyular kerakmi? Unda aynan Preview Maker Muhammadillo siz uchun ajoyib sifatli 4K formatdagi prevyular tayyorlab bera oladi. Kanal silkasi opisaniyada va kommentariyada bo'ladi. O'tib ko'rishingiz mumkin. Bo'lsa-da, komikslarda Spectre, Superman va boshqalar ham uni yakson qilgan holatlar bo'lgan. To'g'ri, Anti-Monitorning tanasi juda chidamli. Uni oddiy qahramonlar yenga olishmaydi, ammo katta jamoa bo'lsa uni yengsa bo'ladi. Anti-Monitorning tanasi yo'q qilinsa, o'zini qayta tiklashda Dr. Manhattanga yaqin ham kela olmaydi. Demak, bu borada Dr. Manhattan g'olib bo'ladi.
Navbatdagi toifamiz tezlik bo'ladi. Doktor Manhattan fizik joyni yengib o'tish qobiliyati bor. Ya'ni istalgan joyga darhol teleportatsiya qila oladi. Harakat emas, balki zamon va makonni boshqarish orqali dushmanlarning harakatidan ilgari uning niyatini anglab yetadi. Doktor Manhattan istagan makon, zamon va vaqt hududlariga bora oladi. Anti-monitor esa koinotlararo tezlikda harakat qiladi. Tezlik jihatdan ko'proq massaviy yo'q qilish kuchini ishlatgani uchun Doktor Manhattan anti-monitorga qaraganda ancha tezroq deb o'ylayman va bu borada u g'alaba qozonadi. Va nihoyat so'nggi toifamiz bu qobiliyat bo'ladi. Doktor Manhattan atomlar, fazo, vaqt, hayot va o'limni nazorat qila oladi. Doktor Manhattan o'zini klonlashi, xohlagan joyga teleportatsiya qilishi, moddalarni boshqarishi, vaqt bo'ylab sayohat qilishi va kerak bo'lsa yangi multi-olamni ham yaratishi mumkin. Anti-monitor antimateriya kuchi yordamida butun bir koinotni yo'q qilgan, olamlarni yutib borishi mumkin, mavjudotlarni bo'shliqqa tashlashi mumkin va kosmik darajada xavf yaratishi mumkin. Qobiliyat bo'yicha ular bir-birlariga ancha yaqin va ikkovi multi-olam darajasidagi xavf bo'lgani uchun ularni bu toifada teng deb o'ylayman. Demak, bu borada durang bo'ldi. Mana barcha toifalarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi g'olibni aniqlaydigan vaqt keldi. Demak, aql, chidamlilik, tezlik bo'yicha Doktor Manhattan, jangovar aql va jismoniy kuch bo'yicha anti-monitor, qobiliyat bo'yicha esa ular teng kelishdi. Umumiy hisob esa 4-3 Doktor Manhattan g'olib bo'ldi. Albatta bu faqat ochkolarning hisobiga bo'ldi. Endi ularni haqiqiy yuzma-yuz to'qnash kelsalar nima bo'lishini ko'rib chiqamiz. Doktor Manhattan butun mavjudotni atomlarga ajrata oladi. U hatto odamlarni, binolarni, hatto yadroviy qurollarni ko'z ochib yumguncha yo'q qilishi mumkin. Agar u antimonitorning molekulyar yoki energiya tuzilmasini tahlil qila olsa, uni asosiy zarrachalarga borib yuborishi mumkin. Manhattan vaqt ichida yura oladi. U hali antimonitor unga hujum qilmasdan oldingi vaqtni ko'rishi va uning barcha harakatlarini tahlil qila olishi mumkin. U kelajakni ko'rishi mumkin. Shuning uchun u har qanday rejani oldindan bila oladi. Anti-monitor multi-olamni yo'q qilgan bo'lsa, Doktor Manhattan multi-olamni yaratish qobiliyatiga ega. Ya'ni u komikslarda alohida olam ham yarata olgan. Demak, umumiy nazariyaga ko'ra Doktor Manhattan anti-monitorni mag'lub eta oladi. Mana bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu bilan siz kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Agar o'z savollaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Sizlar bilan Sardor bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha izlar.